Dunyoda mo'jizalar ko'p. Bular jumlasidan ko'z ko'rib quloq eshitmagan Ay, yana bir mo'jiza. nima? O'zimizdan Nimalar o'zga haqida olamga gapiryaptimi? sayohat qilgan Ay, otaxon. boshqasiga o'tkazmay chiqqani. Mayli. Diqqat, Ha, judayam muhim yangilik. 13-qishloqqa judayam katta miqdordagi olmoslar mayli. yog'ilib kelmoqda. Tezroq hamma tayyorgarligini ko'rmasa bo'lmaydi. Yo'q, axir bu bizani qishloq-ku. Bu bizani qishloqqa kelyaptimi bo'lmasa bu? Tezroq qishloq qilani ogohlantirishim kerak. Turishim kerak. Go, let's go. Shahis. Voy. Kim chaqiryapti ekan? Shahis, tezroq chiq. Voy. Hozir chiqyapman. Ay, bolla boru. Voy. Soat necha bo'pti ekan? Nimaga buncha ko'p uxlayman a? Voy, mayli. Hozir tashqariga chiq. Telefonim qayerda ekan mana? Telefonim mana bu yerdamidi. Bo'ldi, topdim telefonimni ham. Mayli. Mayli. Qishloqqa, ha? Sen Shahis. Tezroq tashqariga chiq. Baqira merdorliga. Beri bizani chaqiryapti. Juda ham yomon xabar bor. Voy, u xabarni eshitsang juda ham shokka tushasan. Aniq tushishing aniq. Nimalar bo'lyapti tushunmadim. Tezroq chiq kerak. Merdorliga bor, tushundingmi? Mani vaqtim yo'q. Voy, qishloqqa. Ha, mayli, nima qilyapti ekan tushunmadim. Okey, mayli. Aytgancha barchaga salom bolalar. Mani ismim Shahis va mening yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar. Ovozga uncha e'tibor bermaysizlar bolalar. Ozginagina shamollab qolishmi? Короче, mana shunaqa narsalar. Xo'p, hozir merdorliga boraylikchi. Nima gap ekan, nima der ekan? Menga juda ham qiziq nima der ekan. Mayli. Mer mana shu yerda o'tiribdi. Mer qanaqadir nimadirlar bilan mashhur, adashmasam bilmadim. Mayli. Mer, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kakras, yaxshi kelding, o'tir. Qayerga o'tiray? O'tiradigan yer yo'q ekan. Mayli, men bu o'rtaga o'tirganimdan mayli. Qara, qisqasi sen eshitmay qolding, men senga aytaman. Bizning qishloqqa sunami kelyapti, tushunyapsanmi? Sunami. Sunami kelayotgan bo'lsa, mayli, biza oldingi sunamilardan ham bemalol biza qutulganmiz. Bu sunamidan ham qutulamiz. Yo'q, bu sunami oddiy sunami emas, bilsang agar. Bu sunami olmosli sunami, tushunyapsanmi? Olmosli. Olmosli anovmi? Ko'k rangli, yoki sariq ranglimi? Sen oltin bilan olmos farqiga borasanmi? Yo'q-da, uncha bormayman. Ko'k rangli. Короче, olmos, o'sha olmosda, o'sha kelyapti ekan. Xo'p, nima bu ham bu bilan ham o'tib ketamiz. Bilasanmi olmos qanday og'ir bo'ladi sunami bilan? Uyingni vayron qilib yuboradi. Bunker qurishimiz kerak. Mayli. Bo'lmasa kimlarga bunker qurganim yaxshi? Qisqasi bilasan, biz shaharga ketyapmiz. Sani o'zingga bunker, tushundingmi? Sen o'zing. Mer, nimaga men har doim men faqat bunker qurishim kerak? Men ham shaharga ketaman, tushundingizmi? Yo'q, shaharga ketish umuman bo'lmaydi. Sen bunker qurasan, tushundingmi? O'zing yashab qolasan. Boshingga joy yo'q, tushunyapsan? O'z bazirga sig'yapmiz. Mayli, Mer, bo'lmasa men hozir xarajatlarni o'zim ko'taramanmi shunda? Albatta o'zing ko'tarasan, boshqa kim ko'taradi? Mayli. Koordinatalar o'rganib chiqdi. Bizni qishloqqa kelar ekan. 100 talik bizni qishloqdan o'tar ekan o'sha sunami. Davay o'zingni tayyorgarligingni ko'r. Mayli, Mer, bo'lmasa, okey. Bolalar, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Hozir bizani qishloqqa qanaqadir sunami kelayotgan ekan. Menga juda ham qiziq bolalar, qanaqa sunami bo'lar ekan. Mayli, qanaqa sunami bo'lganda ham bolalar tezroq omon qolishni yo'lini topishim kerak bolalar. Mayli, xo'p, omorxonaga boraychi. Hech bo'lmaganda nimadir chiqib qolar, bir tayinli, foydali desam, omorxonani barchasi bo'sh qardoyim kerak. Nima uchun omorxona qilgan bilmayman o'zim ham boru. Mayli, nima ham derdim. Bo'lmasa hozir narsalarni zakaz qilaman va qurishni boshlayman bolalar. Qanaqa bunker qursam ekan bolalar, menga juda ham qiziq. Aytgancha bolalar, biz tezroq 10 ming obunachi bo'lishimiz kerak. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Okey, mayli. Bo'lmasa, xo'p, yaxshi. Narsalarni zakaz qilaveraychi. Xo'sh, bolalar, obunachilar, bizning zakazimiz keldi deb xabar keldi. Mana kompyuterdan ko'rishingiz mumkin. Ana endi hozir tashqariga chiqib, hozir qanaqa zakazlar, ya'ni sizlarga ko'rsataman nimalarni zakaz qilganimni. Mayli, xo'p. Ajoyib bola, mana ikkita korobkada, ya'ni ikkita yashikda zakazlar kelgan va ajoyib merva qishloqlarning barchasi ketgan qishloqdan.
Ajoyib bolalar, men xafa emasman ulardan, chunki bolalar har doim qanaqadir sunami kelayotgan payti ular har doim shunaqa qochib ketishadi. Mani tashlab qochib ketishadi shu qishloqqa. Nima desam bo'ladi? Xuddi birki men bu qishloqqa qorovuldek qilib tashlab ketishadi. Mayli nima ham derdim. Bo'lmasa hozir bu yashikda nima bor ekan? Bu yashikda lavalar bor. Lavani nima uchun olding deydiganlar bo'lsa, bolalar lavani mana bu olmoslardan o'zimni himoya qilaman. Ya'ni nima desam bo'ladi? Olmos keladi, qarochi shunday olmos kelayotgan paytda mayda olmoslar shunday lavada yonib ketadi. Lekin bolalar bilasizlar, olmos uncha-munchaga yonadigan yoki sinadigan narsa emas. Lekin shunga qaramasdan biz Minecraftda nimani tashlasak ham lavada yonib ketadi. Mayli. Unda xo'p, men bu oltin, mana shu oltin zakaz qilganman. Oltin ham himoya qiladi deb eshitdim va bloklar va yana mana bunaqa granit. Bu granit ham qandaydir miqdorda himoya qiladi va buzilishi qiyin deb eshitdim. Bola bilasizlar, Minecraftda bedrock olish juda ham noqonuniy. Qarochi bedrock noqonuniy blokda. Xo'p, mana bu yerda suvlar, ishqurollar olganman. Ana endi ishni ham boshlamasam bo'lmaydi. Xo'p, qayerdan qursam ekan? Mayli, qurib olaychi, keyin videoni yoqaman. Xo'sh, bolalar, mana ko'rishingiz mumkin, men hozir mana shu bunkerni qurib, atroflarini qisqasi mana shu lavalar bilan urab chiqdim. Menimcha normal. Bola aytgancha, men qurayotgan paytda mana bu yerga ozginagina anovlar uchib keldi, bilmadim, qayerdir portlaganmi, nimadir bo'lganmi. Qisqasi mana bu uyni buzib tashadi. Juda ham og'ir blok ekan, bola daj bittasini ko'tarib bo'lmayapti. Qisqasi mana shunaqa ahvol bo'ldi, shu sababdan tezroq ichkariga kirib, tezroq yopishim kerak. Oppa, yaxshi. Oppa, issiqligini bu yerda. Tezroq ichkariga kirishim kerak. Yaxshi. Oppa, to'xtaylik. Qo'shim kerak, yaxshi. Hop, bola obunachilar, nimaga sen olovrang qilding deydiganlar bo'lsa, bolalar, men lava bilan uyg'unlashsin degan maqsadda mana shunaqa olovrang bilan qilganman. Ya'ni oranjoviy deydilar-ku. Okay, sizlarga qanaqa rang yoqadi bolalar? Misol uchun menga bilasizlar, menga qizil rang yoqadi. Mayli. Hop, yaxshi. Bolalar, lekin olovrangni ichkariga chiqmadi. Mana ko'rishlar mumkin. Ichkarini juda ham oppoq, chiroyli qildim. Sababi olovrang qandaydir ko'ngilni aytadimi bilmadim, qanaqadir-da bola bilmadim. Bug'adi, nima edi? Men bu ko'rinishda bug'adi. Qisqasi, xo'p, men sizlarga hozir obzor qilib bersam, xo'p, bu mana bu kirishdan chap tomonda oshxona bizni kutib oladi va o'ng tomonda esa bu xonani keyinroq oxirida ko'rsaman. Xo'p, bu yerda esa bola o'tirib bemalol mana pulit bor, bemalol любой narsa ko'rsak bo'ladi. Sababi Wi-Fi bor, internet ta'minlab qo'yganman. Xo'p, yaxshi. Chunki tokni nima desam bo'ladi, 2 oylik tokni yig'ib qo'yganman batareykalar bilan. Mana bola ko'rishingiz mumkin. Mana bunday o'yin o'ynashimiz mumkin bemalol, yaxshi. Oppa, normal, bu yerda chips bor, okey. Xo'p, bu yerda kaktuslar havoni almashtirish uchun havo emas, mana bu keladi-yu, ultra binafsha nurimi, qarochida. Xo'p, bu yerda esa sandiqda ichidagi narsani ham oxirida ko'rsaman. Xo'p, bu yerda esa meni xonam, chinamgina kamtarin xonacham, bu yerda yotib kino ko'rishim mumkin, nimadirlar. Bu yerda ham ko'rishim mumkin, lekin baribir ham. Xo'p, birinchi o'rinda oshxonani ko'rsatsam, okey. Xo'p, bola, nimaga buncha ko'p stul, axir sen ko'p odamlar bilan turmayapsan-ku, bir o'zing-ku deydiganlar bo'lsa, to'g'ri bola, lekin bilasizlar, men shunaqa chiroyli qilib qo'ygim keldi. Sababi keyin kelasi videoroliklarda ham balkim shu bunkerda videolar olishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda mikrovolnovka bor, bu yerda taba, bu yerda esa qanaqadir havoni almashtiradi. Voy, bola, gaz plitani qo'yish esimdan chiqibdi. Mayli, olib kelaman, muammo emas. Xo'p, bu yerda esa narsalar, xo'p. Voy, bola, yana bitta narsa esimdan chiqibdi. Nima deydiganlar bo'lsa, bola. Bolalar, ana u esimdan chiqibdi. Nima desam bo'ladi? Xolodilnik, muzlatgich esimdan chiqibdi. Yeba. Mayli, nima bo'lganda ham xo'p, keyinroq qo'yamiz. Yana hali vaqtim bor deb o'ylayman. Xo'p, bularni ko'rsatdim sizlarga. Xo'p, buchi, okey, bularni. Xo'p, bu yerda esa bola hammom bor. Oy, bu kim edi bu chiroyli bola? Kim bu bola? Okey, ko'zi qora. Okey, mayli. Xo'p, bu yerda esa nima desam bo'ladi? Dush, bu yerda esa vanna, bu yerda esa unitaz, kir mashina. Qaroch, mana bu yerda o'tirib jart qilib, qaroch, bilasizlar. Mayli.
Xo'p, bu yerda esa bilib o'tiribsizlar bu nimaligini. Okey, mana bu yerda esa mana shunday qilamiz-da. Qilib cho'milasizlar bola. Voy, kiyimim bilan cho'milib yordim, mayli hech qilsa yo'q. Bu yerda esa bitlar yozasizlar. Qilib, xo'p, bu yerda esa cho'milib olasizlar, bunday qilib. Hoppa. Bam qilib cho'milib, deb qilasizlar. Voy, hamma joyim shitda shalabbo bo'ldi-da. Bu yerda esa kir mashina, короче, kir mashinaga shunday chiq kiyimni ochasizlar, chiq deb mana shunday qilib tiqib bitta burorasizlar manaqlardan qilib ketadi keyin. Okey, mayli. Bu yerda esa o'zimni sachoqimni olib kelganman. Qaniydir eskirib ham qopti. Yangi sachoq olishimiz kerak, normalniy. Mayli. Xo'p, menimcha barcha narsani obzor qilib bo'ldim. Bolalar, sizlarga yoqdimi? Misol uchun mana, men bu bunkerga 10 dan 7 ball qo'ygan bo'lardim. Sababi, mana bu yerda muzlatgich yo'q va mana bu yerda mana bu nima deydim? Короче, mana shu narsa yo'q. Mana bu narsa yo'q. Короче, nima deyiladi? Boya aytdim, esimdan chiqib ketib qoldi. Bolaman, bir skleroz kasalligiga duchor bo'lyapman-da. Xo'p, bu esa buni parolini topinglar-da. Tis. Qana. Albatta, kimdir 10,000 degan bo'lsa, albatta o'sha 10,000 sababi bolalar bilasizlar, biz tezroq 10,000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Shu sababdan obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Mayli, xo'p, 10,000. Okey, mana bola ko'rishinglar mumkin, bu yerda narsalar bor. Aytgancha bola meni invertarim. Bola ikkita iPhone bo'lib qolibdi. Tushunmadim, qanday qilib ikkita iPhone bo'lib qolishi mumkin? Qanaqa tushunmadim. Yo, esladim bola, bu yangi iPhone, sababi bu yangi iPhone da esa bola men yangiliklarni ko'rib, короче, shunaqa narsa bilan qo'yib qo'yadi. Okey, bu esa eski iPhone'im o'zimni. Hoppa, normal. Xo'p, bu yerda mana 10,000 короче bola ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qani biz bir portlashdan keyin tashqariga chiqib, короче, ko'ramiz nimalar bo'lgan, nimalar qo'ygan va mana bu Golden Apple'larni ham yeb, короче, ko'ramiz va balkim tozalashga harakat ham qilib ko'ramiz. Mayli. Qani portlayversinchi yoki o'sha tsunami kelaversinchi bir gap bo'lar. Xo'sh, mana anchadan vashcha bola, vashcha ko'p vaqt o'tibni qaranglar. Soat bolamni qarang, 2 soat vaqt o'tibdi. Voy, boshimni urib mayli. Xo'p, qani tashqariga chiqaylikchi, nima gap ekan? Agarda bo'lmagan bo'lsa, bizni aldashgan bo'ladi. Mayli, aldashmagan bo'lsin, chunki shuncha xarajat qilib bizni bolalar to'g'risini aytsam, okey. Mayli, shuncha xarajat qilib to'g'rirog'i bunker qurdim men. Oppa, ajoyib. Hop, oppa. Oy, ehtiyot bo'lamiz. Biz o'rmasligimiz kerak. Oppa. I don't know why I would run away. Bola, короче, qani ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Bilmadim. Qani men juda ham hayajonlanib ketyapman, sabab bola nima bo'lar ekan, nima qo'yayapman qiziq bu. Davay, tayyormisizlar bolalar? 1, 2, 3. Tushunmadim. Nima bu? Nima? Qani, yonyapman. Qani tsunami? Shumi tsunami? Tsunami emas-ku bu bolalar. Tushunmadim. Qanaqa tsunami bo'ldi bu? To'xtanglar. Selam, biz ko'ramiz, juda ham asli bo'lyapti. Oppa, buchi. Bum. Buni tozalaguncha 100 yil vaqt ketadi bolalar. To'xtanglar-da. Oppa, mana bu. Oppa, u to'laydi. Oppa, normal. Yani bolamon qalaylar. Tushunmadim. Nima bu? Bola, bu tsunami emas, bu 100 talik tsunami emas. Bu sen qanday tirik qolding? Oy, qaramanglar bola, qaramanglar. Uzr so'rayman lekin. Bola, buni qaranglar. Vashcha-ku. Men tushunmadim. Bu tsunami emas bu bolalar. Qanaqadir tomirga o'xshagan narsalar, lekin uyimizni yomon portlatibdi bular. Bilmadim bolalar, qaranglar. Bitta tushgan, lekin juda ham yomon tushibdi. Og'irda bolalar bular. Og'ir narsa yuqoridan tushsa bolalar yerni, короче, portlatib o'pirib oladi degan gap rost ekan bolamon, qaranglar. Voy, chiq bu yerdan. Oppa, rost ekan bolalar. Vashcha, men ham hayron qoldim bolamon, qaranglar. Ha. Nima ham derdim bolamon, buni qaranglar, ko'rishinglar mumkin bolalar. Xo'p, nafsosa bo'laykanmi? Nafsosa bo'laykan bolalar. Mayli, nima ham derdim. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Aytgancha bola obuna bo'lib qo'yishi esingizdan chiqmasin, iltimos so'rayman. Mayli, xayr, sog', salomat bo'linglar bolalar. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr.